2025-yilda Alxalazar maktabiga tushgan ushbu savolni siz aniq ishlolmaysiz. Demak, bizga quyidagicha savol berilgan. Ikkita kvadrat va bitta to'liq to'rtburchak tasvirlangan. Kvadratlarning tomonlari ma'lum, to'liq to'rtburchakning esa faqat bo'yi bizga berilgan va umumiy masofa 30 santimetrligi ham bizga ma'lum. Va bizga bo'yalgan sohani ko'rsatib qo'ygan va bo'yalmagan soha yuzini so'ralyapti. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz biz 3 ta sohaga bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi kvadratni yuzini topib olamiz. 12 ga ko'paytirsak 144 santimetr kvadrat. Xuddi shunday ikkinchi kvadratni ham yuzini topib olamiz. 16 santimetr kvadrat. To'liq to'rtburchakni yuzini topishimiz uchun bizga uni eni kerak bo'ladi. Enini topishimiz uchun umumiy 30 dan ikkita kvadratning tomonini ayiradigan bo'lsak 14 santimetr kelib chiqadi. Va bu yerda to'liq to'rtburchakni ham yuzini topib olamiz. Endi biz bo'yalmagan sohaning yuzini topishimiz uchun bizga bo'yalgan sohaning yuzi kerak. Uni topishimiz uchun yarim to'liq to'rtburchakning yuzini topishimiz kerak. Uni yuzini esa 30 kere 8 bo'lib 2 dan topib olamiz. Javobimiz 120. Endi bizdan so'ralayotgan soha yuzini topishimiz uchun umumiy biz topgan yuzadan bo'yalgan soha yuzini ayiramiz. Va bizda natija bo'yalmagan soha yuzi 152 santimetr kvadrat kelib chiqadi. Alxalazarga kirish imtihonlarida tushgan shu kabi savollarni ko'proq ko'rish uchun bizni kuzatishda davom eting.